条船要多快，人贵不分深夜愁，得饮就是千饮酒，何况流世皆风流。保障，手拿拐杖，头戴礼帽，哼，保障。想笑却哭，想哭却笑，保长，好人难当，好人难当啊！保长，你做人做狗快死了！风流啊风流，喝酒啊喝酒，人间其中贵做主，人生共度后三后。喝酒啊喝酒，风流啊风流，乱世幕布一时秋，寒食江山天不由。Yurttaşlar! Emmanglar, qulluğinglarni deng tutib anglanglar. Bizning eng oliy amaldarimiz jahondagi birinchi Sutunbegi Van Begimni sizlarga tanishtirib o'tay. O yaqindan buyon yurtdoshlarning qo'li qisqa bo'lib qolganligini bilib, sizlarga naqd pul berish uchun bir ko'rxona ochdi. Sizlar Onunğa soğuğa apırıp yürümsanglarmı? Buludu. Ata hammanglar onu maqtab, kötürüp etinglar. Vaqincha ko'rxonasi tijorat boshladi. Pandimchak. Harame. Ajabmi qo'rqitding ha? Van Begim, sizning topshiriqlari bo'yicha to'p-to'g'ri yarim kun aylandim. Longyin bozorining hamma joylarini olib qo'ymay aylanib chiqdim. To'g'lab yurib, gallarimni qurib ketdi. To'la to'p ko'rsatgan bo'lamanmi, ha, Pandimchak? Bilishing kerakki, kim bilishidan qat'iy nazar, hammasi men uchun ishlash kerak. Shundoq. Men bu yana qo'g'dayotgan ekanman, mushu yana yerlik amaldori degan gap. Aniqroq qilib aytganda, men degan hukumat, ha? Seni hukumat uchun ishlatganim, ha? Seni ko'zga ilg'inim, sening yuzingni qilganim bo'ladi. Van Begim qarslar, men yerim kun chepib yurib, qo'sug'im echib, dumbamga chaplashib qolayli deb qoldi. Pandimchak. Hey, sen dumchak bo'lgandan keyin qo'sqing ishkir olmamdi. U qandoqmi dumbaga chaplashib qolgan qo'saq olsin, ha? Sen bu bagashurlatding, juma. Ashurlatding sen, ha? Ashurlatding. Qo'sug'im ko'r qiladi. Oshpizlik qilib tamoq yeb chiqayli. Ma'qul. Eng yaxshisi jigar bo'rak ko'rimsi yeyli. Yana danqan shortisi ichimiz. Onun da yaxım yaxshi o'qiday. Sağ soğutib qo'ydi deydi. Voy. Shuncha yanga, nima qilmoqdingiz? Voy, shuncha yanga gap qiling, ha? Quruq gap sat qilmangdim. Quruq gap sat qildigingiz nimasi u? Sizlarning da'vat qildirmi quruq? Nima deydigansiz shuncha yanga? Shuncha yanga. Tush tamoq yedingizmi? Ha? Yemegan bo'lsangiz, oshpizlikqa birga kirib yeb chiqayli. Shuna birga kirayli, ha? Shuncha yanga. Leyla o'shanga gipimni yetkazib qo'ying. Izchi bo'g'im kelmasa, maktabga dars o'qi, ha? Bağım yok. Xatni qarasam beshim og'riydi mening. Unda qilma bola. Nimachi yaramaz odam bo'lgan sen, ha? Men ajab kerak ko'rding-ku. Bo'ldi. Kenja aka. Bola gap Allah. Mayli. U yerdan nurg'un bolalar bor. O'ynab kela. O'ynamayman. Ular meni urdi. Yani tehi Aqti xo'roz qoq emas deb zonlik qilishdi. Kim dedi? Bola. Kim shundoq dedi? Urayli. Kim shundoq dedi? Men sal turib seni og'il borman. Dada. Men boy yenib kelib etib Tutunbegini uchratgan edim. U bizni pulga yorg'idek narsalar bo'lsa akilib ko'rib qo'yinglar deydi. Birini meni ko'rib qo'ysaqli bo'lmadimi?
Burunqi hokimlar hozirqiga yetmaydi. Ishning ko'paygini ozayg'iniga yetmaydi. Xotin, sizning yurikinglar jig'nining ko'zidami chichkanjimi? Silining cho'q. Dada, menimcha opamning deganining asosi bor. Nima asosi bor? Cho'ng akam hozir g'arbiy shimolda urush qilayotgandan keyin bizning oilamizga yor yo'lak bo'lolmaydi. Vaqti kelganda Vang Cho'qir sen tinish qo'ymasa, iching yana ochiq bo'ladi. Uningga biror nimani go'raga qo'yayli. Ish qilib pul berdi-ku. Pul beramiz. Endi bo'lganda hech qaysinglar tushunmas bo'lib qoldinglarmi? Sen 100 ko'yliq narsani go'raga qo'ysang, u sana 5 ko'y bersila, Xudoga shukr desang bo'ladi. Apaga narsaning hammasi shuning bo'lib ketadigan tursa. Qancha pul bersa mayli emasmi? Ish qilib tezla akib oladigan bo'lgandan keyin. Shu emasmi? Akval emas. Sizlar tehish tushunmadinglarmi? U nerede go'raxona ochidi? Uch qashqari bulayotgan gap. Vangji go'raxonasi tijorat boshladi. Hammanglar nasringlarni go'raga qo'yg'il akilinglar. Vangji go'raxonasi tijorat boshladi. Hammanglar nasringlarni go'raga qo'yg'il akilinglar. Hammanglar nasringlarni go'raga qo'yg'il akilinglar. Hech kim kelmaydi o, ha? Sen tamak chekinglar. Ben sizlarga tamak beray. Lan begim. Qarsala. Geldi o bana. Vangji go'raxonasi tijareti başlayıverdi. Qadak. Tezgilen. Tezgilen. Bak kör bakay. Ha? Kör tezgilen. Nimeden korkusunuz? 3. yenge bulmuşsunuz ya. Ha, gelen. Hun yenge nimeni görevge koydu iken? Ben kör bakay. Vaa! Bu satvağı secde kılıp alay. Bu satvaken. Bu satvağı. Saklaysan. Bana saklaysan go'raxonani o'ynab tapqay. Go'raxonani o'ynab tapqay. Yaxshi oldu. Bu satvağı secde qildim. Go'raxonasini yaz. Kon sapal bu satvadan ber. Bana bir tanga. Rahmet. Ağır kelganda go'raxonasini bille ep keling. Uqdingizmi? O'shani ep kelasiz. Bu bo'lmasa sapal bu satvaını sizga bermayman. Begim rahmat. Van begim, mübarek bo'lsin. Men endi smin almışay, ya. Mama, sen iş beceriş o'rnining ishida navbatchilik qil, ha? Van begim, men bu narsa go'raga qo'yg'ili keldim. Demak, sen nimani go'raga qo'ymoqchi? Aka ko'r Bu baqay. mening eng amroq narsam. Nima narsa u? Aka men ko'r baqay dedim, chiqira. Voy! Nimadan qo'rqisizlar? O haramliq. Akaga nima u? Ha? U endi portlamaydi. O haramliq. Men onu qantig'ini chiqarib atmasam. Bu mening Ana, eng amroq ana. narsam edi. Yo'q qilmang. Yoqtirmasini bo'pti. Yo'q qila. Nerede bir narsa gap odamga? Yo cemaati ordusi bo'ldi xarab. Hay, tutunbegi. Liloşan. Hozir g'ingshib aytgan naqshingiz sal chakdan eshib ketdimi? Hay, men sizlarga narsa go'ra qo'yg'ili keldim. Bu qitimqisi yolg'on emas. Dersingizni chiqaman. Meni qasddan telefon atamsiz ya. Sal to'xtab tursizlar, ha? Terikmisizlar. Mana shu. Liloşan. Sadiqime geldik. Uş eski lonqini xizilmay ekeldingizmi? Go'raga qo'yman deb bilan qishimqa. Tutunbegi. Sizlar uning kichikligiga qarangizlar. Bu degan osori atiqa. Asara atiqmi? Bunun siz çağanda Çingdu'nun Çinyangan sarıydaki yaymadan ağan saq nimalı ekanligini meni bilmaydi demsiz.
Ha? Lilojan. Hey, qalaymiqan so'zimizlar, ha? Chaqchaqimizlar. Bu iniqli bir asar addiqi tursa, saxtimal davatidliq o. Emsi biz pütüşəmigidəkmiz. Berip, görevü kuyduğan nerse ekilim. Hey, tütünbegi. Sıra göreyxanı açqan ekin, biz nemini xalısaq, şunu ekilimiz. Sıra bizni mecburlayamayla. Önümüzde pul yarıqdek nesle bağı. Hey, menin uyumda pul yarıqdek nersi yok. Ba. Yok. Ba. Ben yok dedim mi? Yok. Ben ba dedim mi? Ba. Makul. Tütünbegi. Sizga uçuğunu desem, menin uyumda pulgu yarıqdek nerse rastınmı yok. Adam bolsa, ha, alanlar yok. Ne be? Siz Adem'le görevi koyamısınız? Yeni gel oldu. Ha? Koyayım ben. Alamla. Ha? Alamla. Alimen, koysanız la Ali vereyim ha. Ha? Sili. Rastla alamla. Ha? Sili. Rastla alamla. Hey, men oylamaylı dep saptım ben. Aslında men Van Çokur'un bir bablayı degan edim. Oylamağa yerden unağı yığılıp kaldım. Tilini kalları ilişip kaptı. Ne edim adamı görüp koydu kaç olsun. Karınız bo'lmasin, o uyimiz kelip jidal chiqaramaydi. Karım yok. Kızım mı? Ben bugün Adem'ni görev koyayım ben. Van Çokur, Adem'ni geldim, alamla. Ha, ekegen Adem bana. Uy, yaxşı oldu. Üçüncü yenge, siz görevi koyuldunuz. Ben, Hey, Van Çokur, o emez. Ha? O emez. üçüncü yenge emez mi? Ha, o yavmiza. Yok mu? Şunda. Lilojan, bu tümür xoraz. Ha? Sen yavmeyle yatlık bolduğanlarını bilgeçke. Menin görevxanamga görevi koyup, menden kızmeni anmakçı bap sende, ha? Yavmeyni anmayman. Siz nereye durun? Üçüncü yenge, ha? Sizni alayım ben. Bırakın. Bırakın. Kim sili bilan mang'udek? Dadamdan göre koyduğunu yo'miz bo'lgandikin, kimni bas shuni ammamla. Qalaymiqan o'yladi bo'lmasalar. Ben, yavmeyni anmayman. Üçüncü yenge, ben sizni alayım ben. Hey, seni görevxan açkan dikin. Hey, biz halıqınımızı ekilimiz. Seni gidip kuyay. Ha? Seni bizni mecbur diyamayla. Hey, porkutek, Ha? tümür xoraz, o kahvaş. Ha? Töyleydiğen melanı elip, beni kallam iş kalmadı, ha? Sen tola. Xam xiyal qilma. Hey, ham xiyal kılıvatkan özleri bunu görev alamla ya. Ben üçüncü yenginin başkısını anmayman. Ammamla. Oo? Hamıslı boptu. Mayli. Toqtangla. Mangıdыңlarını bir köreymen. Hey, Van Çokur. Nemi kamakçısını? Mela. Van Çokur. Men seni git dep koyay. Ha? Hı? Ha. Men mi? Adetki adem emezçi mi? Bilmən, siz adətdəki adam əməz. Şuna siz yomi arqalıq məni əhmək qılıvatsız. Ha. Van Çokur. Seni o bir kaj adem. Ha? Mubadı seni. O? Menin çişimi tegirgan bozları çok oğlumun çakırıp gelemen. Onu közleri iştallarına sıyıp koyalım iken. Çağırmam siz. Hazırlı çağırın. Manemen teyya hazırla. Seni rastla onu çakır uzmak çağır. Hazırlı çağırın. Hazırla. Seni çoğun oğlumla
Çındo'dan kilemeydiğanlığını bilgeçke muşundak körenlevatla. Ben kör anlattım ama. Ben kör anlasam bu. Siz beni ne mi kıla alaysınız? He? Hı? Karan. Kimnin kəginini kögəsiz? Ha? Vay. Luatret başlığı. Əcəb, cıq əskər tutuldu o. Gözüm kör bop kaldı mı? Bula askerge okşam diken. Oxşmadık. Ulan bağlap, nəyə getmədiler? Ben hazır anlaştım. Almaçtı? Anlaştım. Əskər tutuşdun, demek almaçtılar. Bak Çokor, sana desem bak o. Hazır tutkudek asker bulmagaçka. Ben asker tutmay, Can Uyancan. Can Uyancan'ın buyruğu binaen yenilik güç hareket için fond yığıp hemen. Fon çıkıp atım, he? Şunak, baş yığıp hemen. Nimi? Baş çıkıp attılar. Nimi baş çıkıp attılar? Gözünü yoğun içip kara. Nailik yenilik güç hareketiga fond yığış etretinin başlığı. Ondan keyin bütün nailiklerden başını özün yığımen. Ben hazır Lülü yazısıga sınak noktası kurdum. Longin bazarıga tezlik kilemen. Kögen sen, bana bu karşılaşkanın akıbeti. Bundan keyin kim karşılaşır diken ona dek buludu. Anladın? Özleri avaylap bana ala. Hoş. Ben bak kaçan git gidip durattım seni. Linovşan! Anılgan siz? Yeni hareket başlanıptı. Hareket başlanıptı. Nime hareketken? Hareket ne? Sile başlamaydıganla. Yeni pılıcık iş hareketi başlanıptı. Demem la. Linovşan, siz bana 3 gün geçe 3. yengeni ekip verin. Olmasa meni 100 hatır kımmedi dep ağırına. Van Çokur'un bundak körenlep ketkini bika emesken. Men emri düşendim. Onunla Lu etret başlığı tirek bolu bitipti. Lu etret başlığıga tirek boluduğan Can Hakim ba. Çünkü Lu etret başlığı Can Hakim'nin köy oğlu. Onunla Can Hakim tirek boluvatkan ekan. Bizde nima amal? Qarsılasını, muşundağım gep kılamdılar. Kimnin apağanlar bilen? Van Çokur, bir unumaydı. 3. kelinini apamızla, başkası bika. Vay, Van Çokur alımenla dese, onu apırıp bereyli. İş kılıp onun tamıqını beridi o. Men barmayman. Mesop qanmıqallah, ha? Nemi taqıtıq sözlep yürüyla? Emse, kandak kılımız. Siz çıqanda qılaylı. Meningcha, yanılı narsani göregi qo'yaylik. Yavmey, mene başındaki sunuk eylek filan boldu kıldı dep sizde. Ram kısmı yok ya budan. Qarama. Voy, Van begim. Emsa, o'zining ramkasini taqab akab beraymi? Altın kömeşten takap besiniz mı? Ammayman. Benim aldığım Adem. İleme. Nimandak uzun teret kılıç sen. Kriket kılı yerim kim boldu? Can akamdan xabar bormi? Birsi uni xoying shantig'ida ko'ribdi. Rasmi? Hay, siz but satib ishnamsiz. But satib ishonmayman. Men ishonaman. But satib ishonsangiz, ko'nglingiz to'xtirdi ekan. Asta, 3. kelin.
Kalınızdan derdi var mı sizden? Ha? Eğer Van Çokur'a sizni görev koysak, li cemiyetimizden yüzü tökülmemdi o. Bağısınız, bulmaydı o. Hatırcam bolinglar. Men u yerga borsam, uningga o'zimni tutqizmayli qolmay, yana uni o'ngda qo'yib kelaman. Van Çokur! Nima vaqiraysiz? Uyingizga o't ketgandek. Van Çokur, sile 3. yengeden başkasını amaytalık o. Oho. Ha mana, ekeldi. Üçüncü yenge. Üçüncü yenge. Siz ma'qul bo'ldingizmi? Sizlar degan tutun bega tursizlar. Gaplarni anglamaslikqa haddimmi? Ha, shundaq. Ha. Amisa kiraylik jurim. Hey, pulu deyiş olmay turup, neymişka sile bilen kiri gidek o. Ha? Amisa, acaba qo'ysiz. Silige tirik bir canlı eketmedim. Kanç pul berla. Qancha pul berishni o'ylash olay. Nima? Şunca ciddileşkenleri bilen köngüllerinde san yok mıydı? San yo'q ish bo'lamdi ko'ngilda. Men sizga 1000 tanga beray. Nima? 1000 tenge? Seni meni çoşka ekeldim ekeyin dep kaldılar ha? Amisa, mendan qancha pul olasiz, ha? Hey. 10 ming koy. Nima? Men anlamadim. 10 ming qo'y. 10 ming koy. Ha? Diloshan, qandoq odamsiz? Odamni bulmoqchimi o? Van Çokur, adamni ip geldim. Eğer pulni çıkıramızla, menden ağrılmızla emse, kandak? Kim pulni chiqaramaydi ekan? Oldig'ingiz bak o'rib ketdi. Muşu bahadin, bir pul kem bolsa bo'lmaydi. Azroq beray-chi. Bo'lmaydi. Azroq beray, azroq. Bo'lmaydi dedim mi? Bo'lmaydi. Van begim, sizlardan odamning ra'yi yinib qoladi ekan jimi? Oo, mendan qandoqsiga ra'yingiz inib qoldi. Sizlar og'izlarida voy deganlari bilan 10 ming qo'yni chiqaramayotdilar. Men 10 ming qo'yg'imi yarmaydigan o'xshayman. Uchinchi yanga. Men undaq demoqchi emas. Ha? Lekin ma Diloshan u bak Bak nima? Dadamni meni go'riga qo'yg'izg'ili ming taslikda ma'qul degizdim. Jahonda nadimi odamni go'riga qo'ydigan ish bor? Sizlar anglab baqqanmi, Van begim? 10 ming qo'y degan nimitdi? Mard yigitlar, soyib jamoalar uchun hatto yurt makondimi kechadi ekan. Sizlar ularning qo'liga suvni qo'yib beramaydinglar. 3. kelin, bo'ldi gap qilmang. U pulni chiqaramagandan keyin biz ketaylik. ketmanglar. Nima deganingiz bu Diloshan, ha? Men nemishqa pul chiqaramoqdakman. Siz-chi, gapmay turmasam, meni faqat ko'z kelmaydi ekansiz. Uchinchi yanga, undaq demang, undaq deb ketmang, ha? Men Van Tutunbegim Ravrus bir akak. Meni 3. yanga yarasizlar. 10 ming qo'y bo'lsin. 10 ming bo'lsin, ha? Diloshan. Elim. Sizga pul beray. Biri 5 ming qo'ydan jami 10 ming qo'y. Sanam 10 ming qo'y, ha? Qaydimiz esingizda-da. Uni ep ketadigan chog'da mana 20 ming qo'y topshirasiz. Nima? 20 ming koy? Ha, ma'qul. 20 ming koy bo'lsin. Uni ep ketadigan chog'da sizlarga 20 ming koy beray, ha? Voy, nimaga oldiraydigan? Nima tugamagan gap bayana? 3. kelinga gapimni davolay. Qani demamsiz tezroq. Bu yoqqa. Pulni olgandan keyin yuraverishingizdan qo'rqatdimmi? Bu bek qahvash nima? Ehtiyot qiling-chi. Bilaman. Uchinchi yanga. Sizni oxiri go'rovga olib oldim, ha? Van begim, bu yerga kelganim bilan dadam menga yengishligidek bir aqor kiyimimni og'il qo'ymadi. Sizlar ippagan bo'lsalar. Alay. Nima desangiz, shuni ep beray.
kiyimdan 3 qur olaman. Oyoqdan 3 ni olaman. Ma'qul. Kumush halqadan 2 ni olaman. Ma'qul. Oltin uzukdan 1 ni olaman. Ma'qul. Kumush bilaguzukdan 3 ni olaman. Ma'qul. Yuring, biz hozirning o'zida Noy bozoriga boraylik. Deganimizni ep beray. Ma'mamdalar. Ha, ma'qul. Hey, shuncha yanga, to'xtab turing. Men sizga taqdirlaman tayyorlay. Tezroq, mamamsa. Oldimdagi ol taqdirlamanga yetishib ol. Ularning 4 put bo'g'ini bilan mening 2 putim tursa, qanday yetisha olayman? Sizlar shaytonchaqning mashinaning oldiga o'tib ketganini ko'rganmi? Men Chingdoda tarbiyalanayotgan vaqtimda shaytonchaqning mashinadan tez mangdiganligini ko'rgan. Bambiga, agar ishonmasizlar, sizlarni taqdirlamanga o'ltirsizlar. Men pul tejayman deb shunda o'ltirdim. Qanchalik tejaysam, shunchalik tejayman. Sen men bilan to'la gap talashma, Juma. Ha? Xo'jayin. Mehmon, yotoqda yotamsizlar? Necha yig'iz olsizlar? Bir eg'iz. 2 eg'iz. Bir eg'iz. 2 eg'iz. Sizlarning munosabatinglar nima? Aqsingil. Amsa 2 yig'iz elanglar. Marhamat. Ustidan 2 yig'iz ichpa. Ma'qul. Marhamat. Avval siz chiqing. Ha, ma'qul. Men avval chiqay. Narsani qo'yib, siz ko'rib kelaylik bo'lamdi. Bormayman. Chiqmamlar. Ha, chiqay. Bu oltin zanjir bek chiroyli ekan. Bu sap oltin 120 gram keladi. Voy, bak eg'irkan, yenigragini izlab baqamdi. 120 gram degan qanchalik eg'irdi? Qanchalik eg'ir bo'ladi? 120 gram degan 120 gram eg'ir bo'ladi. Bir necha sarkila tayinliq, ha? Azroq eg'ir bo'lgan hech nima bo'lmaydi. Mushuni olaman. Ma'qul, qiypiq hisob beray. Bu oyoq qancha pul? 3800 koy. Bu Fransiyadan kirgizgan haqiqiy xurum oyoq. Hey, bu oyoqni hep nima qilasiz? Qarang, pashisining egizligiga. Putungiz qayrilib ketishdan qo'rqmamsiz? Menga yoqdi. Men azaldan egiz pashimliq oyoq kiyib baxmagan. Mushuni olaman. Ma'qul, qiypiq hisob beray. Hey, samay turing. Avval kiyib baqmamsiz, kiyib baqing, men ko'rib baqam. Kiymasanmi bo'ladi? Kiyib baqmamsiz, hep nima qilasiz uni? Xizmatlik qilaman. Ha? Pulni to'lanamdilar. Ha, qani. Yo'q, bo'ldi. Men bo'ldi. Ishmayman. Ko'p ichib qo'ysam, o'zimni tutib olmay qolaman. Men aroq ko'taramaydiganlarni yoqtirmayman. Boshqalar azmat degan aroq ko'taralaydi deyishdi ekan. Ma'qul. Tutunbegi, sizlarning aroq ichgan siri jallanib ketadiganliklarini bilmabdiman. Qani, yana bir ko'taraversin. Qani. Men ozroq ichay, 3-yanga. Asta, bugun sizlarga zodi nim bo'ldi. Odatda uyimizga kelsalar, dadam aroq ichimiz deb turib olatdilar-ku. Endilikda men hamroh bo'lsam, ishkili unmayotdilar-ku. Ma'qul. Mushuk gapingizni deb bo'lsa-mu, ichay. Qani. Qo'rmalarni asla. Shunchanga. Nimaga kuladilar? Shunchanga. Men rost gapni qilsam, bugun ikkimiz ko'nglimizni bir ochmamdiq. Ko'nglimizni assaq bo'ladi. Avval bir necha ishqi ma'qul bo'lishlari kerak. Narsalarning hammamizni kam qilmay etmadim. Yana qandoq talavingiz bor? Yana bor.
Birinchidan, gerçi men bu yerga go'riga qo'yilgan bo'lsam-mu, biroq ataqdi yanala Li oilasining kelini. Shunga ularga vafodorlik qilsam to'smaydi. Albatta. Yana sizlar meni o'z odamim deb qarasizlar. Uyni men boshqaraman. Başkanım. Albatta. Siz başkanısınız da öyle. Amsa, men rostini esdilar. Pullarni nega qo'ydilar? Yana yeydigan, kiydigan, ichadigan narsalardan nelar bor? Pul ne? Men bu uyni ondan odam boshqara olmayman. Üçüncü, yenge. Siz pul işinden hem kımısınız buludu. Yeydiğen, içidiğen, işildiğen neslerge kesin. Sizlar pullarni deb bermisizlar, amsa meni olaman deb ham xiyol qilmasizlar. Üçüncü, yenge. Pulun işi pek avarçılık. Bunundan hem kımam. Buram da. Şıkılıp pulunu siz kaçlayısınız. Tursizlar. Ha? Tursizlar. Ha? Tursam, turdum. O'rindiqning kayniga o'ssizlar. O'risizlar. Oldiga 5 qadam mangsizlar. Bir, iki, üç, dört, beş. Hey, üçüncü yenge. İşin takılıp nima qilasiz deyman. Pulni bermisizlar, kiraman deb o'ylamasizlar. Belgilar bo'lmasa, mening maqarim yo'q. Van Bigem! Van Bigem! Van Bigem! Van Bigem, akşam pek peyz uğandı ha? Taza, yayırı vağınla akçan, ha? Depesle. Neymisin deyse, yayrap öyleydi dem. Hey, moşunum ben de yoşurandıla. Üçüncü yengini öyleriga akirib opdilar o. Amisa, o sılның boptu da emdi. Şundak mı? Şundak olmayca, karamet peyz oldu. Kalks yayraptı ben. Onu birdime. Ben bildim ki, adam öz yaxşı görgen ayalı bilen dilli bulup, ölüp kessim o. Armani yok, gel. Sizlarga yaxshi bo'lgani bilan menga yomon bo'ldi. Aslida men Yuzuvaning xotini bilan ish pushig'imni chiqarayotgan edim. Hozir u o'ldi. Endi menga tas bo'ldi. Undaqda sana rastla ters oluptu. Ha, üçüncüge. Siz mi uxlamay atdiganda chiqib olibsiz ha? Uxlayotdimmi? Men kecha kirib qaqmay chiqdim. To'g'risi chashqan bor ekan. Yana uyda bir xil turoq bor ekan. Hey, amsa, sal turib bozordan dora kelib, o chashqanlarni o'ltirayotday. Pul bersizlar. Nima qilasiz? Anglik olaman. Yüz koy? Yetmaydi. Qanchalisiniz? 300 koy berang. Men chatalnikini olaman. Mushundaq pul xajliga tursa, keyin yaqin kelganmi kerak unga? Asrandi qiz bo'lgandan keyin pul xashlaydi-da. Üçüncü yenge, aytib keldingizmi? Qash tash bilayzik taqapsiz. Yana oltin uzukim bor ekan. Onunga og'izdim. Yaxshi, üçüncügeler yaraysiz. Onu bağı qalqsan ham qilib etmang. Van Chokur o sizga erishsamla, muradimga yetman deb qolgan edi. Bu qatam biz onun vajinni chiqarib etaylik.
3-chi yenge o sizga chaplashamay qalamdi. Men bir og'iz gap bilan uni jim qilib Nim dedingiz? Men sizlar menga erishmoqchi bo'lsalar pullarini men tutaman dedim. U unudimi? Uma, unuydu-da. Agar unumasa, Van Chokur bulanti o. 3-chiga, siz bu qitim uning ajallik yerini tutyapsiz. Hay, tushda hammanglar biznikiga tamoq beringlar. Ma'qul. Vah, nima degan jiqqormlar bu? Nima degan mezlik? Ey, 3-chiga, ikki jonga buncha ko'p qo'rim, nima qilatdingiz deyman. Dadamlar meni yo'qlab kelgidek. Shunga ko'proq tayyorladim. Nima? Oilamiznikilar musha akilib tamoq yedik-a? Ha, o'zlari ma'qul bo'lgan. Qani, ha? Van begim. Malol qiptoq, ha? Men ishimda uqolmay qoldim. Siz bu yerda yuraysiz-ku. Van begim, bizni tamoqqa chaqirishga ko'zlari qanday qiyg'andi, ha? Ne? Nima degan o'xshagan, nima degan ko'p qo'rmalar bu. Nima degan esilaroq bu, ha? Qani. Van begim, to'g'ri bo'lmadi. Men endi uni Van begim desam qat'iy to'g'ri bo'lmaydi ekan. Sizlarni amaldor desam bo'g'idek. Ha, Van Tutunbegi. Qani. Ha, bir romkidan ishib qo'yaylik. İçmeyim ben. Ha, ishmislamo, yemislamo baribir emas. Nima? İnsanımı yemesem o berber dediniz mi? Siz hazır kimni oyda? Kimnikini evatsizler? Oya bakılar kimni oyda demek. Vay akka! Tohlu yiyiş ha! Oy, elvatlar başlığı. Şeytan çok kımine vapsız bu. Yangilik ko'chish harakati fond xizmatiga rahbarlik qilishda bu narsa bo'lmasa bo'lmaydi ekan. Qara. Chet el meli. Chet elning narsasi. Siz uzun turamsiz yoki ketamsiz? Men bu qatim ketmayman. Chokur. Bu guruhxonanga bosh topshirsan juma. Nima? Luvatrat başlığı. Ben mi baş tapşıram de? Ha? Nima beji tapşırım ben? Ha? Ha. O'zing ko'rib ol. Ish bo'lsa, g'arb Sufyan uyushma binosiga berib minizda. Va haramliq. Sinimizden de. Tez bo'linglar, tez. Mana. Tez. Bulunlar. 3-chi yenge, endi patmasa yana bir qatim kelinglar. Ha, to'g'ri, shunda qilaylik. Bizga foyda bo'lganligi yana bir qatim kelaylik. Shunda qilaylik. Mayli. Dada, qilmanglar. Biz hazır kelamiz juma. Ma'qul. Hey, xua. Hele ki luvatrat başlığı yeni kepti. Kaskamamdi. Mening nima qarim? Siz... Qaramaysiz sizga gap qilamasam xiyolingizga kirib chiqmaydi o. Amsi gap qilmasalar. Tamoq pishdimi o ya? Ha? Pishdi. Shira qo'yib qo'ydim. Kirib yeyasizlar. Siz yemamsiz? Yeb bo'ldim. Hey xotin! Nima ish bu ha? Uyingizga kelsa biliq, go'shlari shirak tizib bitsiz, ha? Uyingizga kelmasa men quloqdan bilan chiligan ko'ktat yeymanmi? Ha, bo'pti. Sabr qilay. Bo'pti. Ha? Üçüncü yenge! Uyumdaki şunca nurgun nesler qani? Karutimdaki nesler qani? Ha, bugun bir necha tilamchi kelgan. Ularga ishchim og'rib, shularga beraman. Vay! Acab mardsiz! Ha? Üçüncü yenge! Benim surguş, gürüş, ullarım qani? Shularga berib Bu qitim Van Chokur qaytib kelsa, ichidan qon ketadigan bo'ldi. U kelib jidal chiqirami? Kirama! Nima qilalar? Nima qilala?
Yalnızgile sizni ko'raga qo'ygandan keyin sizga obdan bir qiynab olaman. Yaqin kelmasizlar. Van begim, men bu yerga go'rga qo'yilgan. Shundaq-ku. Qo'lingizga bigizni tashlang. Go'raxonaning qoidasida go'rga qo'yilgan narsa ziyon uchirmaslik kerak, shundaqmi? Biladi ekansiz-ku. Agar meni bo'zaq qilsalar, ziyonga uchirgan narsa bilan o'xshash bo'laman. Qanday o'xshash bo'ladi? Biz yaxshi ish qilgan tursak, qandaymi ziyon uchirgan narsa bilan o'xshash bo'lsin. Nemishqa o'xshash bo'lmag'idek. Sizlar mening nomusimga tekkan bolalar. Qandaysiga? Qandaysiga nomusingizga tekkan bo'g'idekmi? Undaq emasmi? Unda nima undaq bo'ladi? Agar mening nomusimga tegsizlar, dadam sizlarga haslab to'latadi. To'latganning ustiga men yana daryoga sakrab olaman. Men o'lgandan keyin dadam ippatrovi qiyos deb bu ishni obidiga o'ydirib qo'ydi. Van begim, vaqti kelganda sizlar tutunbegi bo'lamayli qolmay, yana texi menga la'natga qolalar. Meni ahmoq qilyaptamsiz? Sizlarni ahmoq qilib nima qilay? Yana ular buningdan keyin meni kunda yo'qlab keladi. Men ularni esil noz-ne'matlar bilan kutib olaman. Buningga qo'saqlar og'irsi bo'lmaydi, jumi. Uchinchi yanga. Og'izlar nemisilar? Mening qanday qilg'im kelsa shunday qilaman. Men ularni kunda tamoq chaqiraman, kunda chaqiraman. Sizlarning oltin tog'lari bo'lsin tugaydi. Uchinchi yanga. Uchinchi yanga. Siz meni saron ko'rib ahmoq qilyaptamsiz? Xat to'xta. Endi bildilarmi? Uchinchi yanga. Ben sizga tankilamayman, ha? Sizni ep qalamayman. Sizni go'raga olaman ekanman. Siz darhol Yiloshanning uyiga ketding, hozirlar. Yo'q. Men go'raga qo'yilgan. Yana bir mezgildan keyin dadam 20 ming yuanni hamlab ketgani yaxshi. Ben sizlarni go'raga olmayman. Nima asınız mayli? Uchinchi yanga, nima asınız mayli? Yiloshan sizni menga avorchilik tep berishga avatdi. Sizni yana ep qolsam, meni qoq sanam qilib ketasiz. Marhamat. Ketding. Qo'shilay, keting. Ilohni kaygizish oson, ketkizish qiyin. Sizga yana nima kerak? Ha? Men rost katta otaman. Buni o'zlab bediljimu. Amsa go'ra pulni qaytarmaymiz. Ha? Hay, meningcha uningga bek uval qipsiz, yanga. U o'ch olami? O'ch olami? O'ch olsimi qo'rqmaymiz. Unda qozonga mundaq jimish qilamiz. Hay, yo'me. To'yingizga oz qolganda. Yigitingiz boy ayildim bo'lgandan keyin cho'qim hashamatlik o'tkazib beradi. Meningcha taxtiravanda undaq uzun o'ltirsam, badallarim bo'shib, aylanib ketaman, deyman. Aylanib ketsangiz pek yaxshi emasmi? Hech nimani bilmay yotliq bo'lasiz. Voy. Odamni xijil qilib. Yotliq bo'ladigan turibmi xijil bo'lamsiz? Xijil bo'lsangiz yotliq bo'lma. Sizni qolmayman. Yo, mezi xijil bo'lib ketibdi-da. Opa. Ay, dadisi, biz Yomezning to'yini tezroq qilib o'taylik. Uning qizmelini qanday qilamiz? Ha? Opa, men o'ylab qo'ygan. Gulkashti popishdan ishkini. Kashtilik yostiqdan ishkini beraylik. Ma'qul. Tovar yotgan ko'pidan 4 dan, yana ko'zli kiyimdan 8 qur, paxtaliq ishdan chapandan ishga beraylik. To'xtang. Uchinchi kelin. Siz bizning uyimizda oltin tog' bor deb qolgan o'xshamamsiz, ha? Bek ashama chikansiz, juma. Og'zingizni ochsangizlar, bir talay gap chiqar ekan, ha? Dada, sen mashina jiqdamsan? Amsa jiq emasmi? To'rt tovar yotqanni. Sen umr bo'yi yepinib olamsan, ha? 8 qor kuzli kiyim bilan 2 qor paxtiliq ishdan chapanni erin qipamamda. Voy, biz baytirib mashunaq cho'paylik qilsak, yotliq bo'lib basam, bu zonliq qilmamda. Ha? O nimani zali qildi ekan, ha?
Haq nima desi demesin. Zangla kığını bilen pul haşlamayımız da. Appa, qargına onunğa. Mening ömürlük işim bunu, yerim mushundaq pıqsıqlıq qılıvatdı. Bu işte bek eşemeçilik qısaq bulmaydı. Bunu dadan ikimiz məsləhətləşib bir iş qılaylı bulandı. Ha? Sizlarni qoy bilaman, tiyinning ustida tik tursizlar.人性多一点是人，狗性多一点是狗，有人有时是人，有人有时是狗。红楼巨浪客头上，时代风云能还魂。自古多见人变狗，现在想看狗变人。收捐，抓壮丁，开档户，人民骂他是狗官。王保长，芝麻官，狗腿子一个乱收捐，抓壮丁，开档户，人民骂他是狗官。人性多一点是人，狗性多一点是狗，有人有时是人。有人有时是狗，红楼巨浪客头上，时代风云能还魂。自古多见人变狗，现在想看狗变人。